Xuddiki bir eko tufayli bo'lgan bola bu o'zga sayyoradan kelgandek. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, shunaqa achinib ketaman-da, bemorlar kelishadi 14 yillik, 15 yillik bepushtlik bilan. Eko qilganimizdan keyin ilk urinishda homilador bo'lganlaridan keyin kelishadi-da, doktor shu qarindoshlarimiz shuni bilmasin, ota-onamiz bilishmasin, shu eko qilganimiz deb aytishadi. Xuddiki bir eko tufayli bo'lgan bola bu o'zga sayyoradan kelgandek. Hammasi ham emas, lekin ko'pchiliklar kelib aytishadi shu gapni. Shunaqangi achinib ketaman. Axir u eko bo'lgan bo'lsa ham shu erkak va ayolning genetik materialdan bo'lgan. Tekshirilganda o'sha ayol va erkakning genetik material bo'ladi. Homiladorlik davri ham hech qanaqa bir farq qilmaydi tabiiy homiladorlik davri bilan. Faqatgina 12 haftagacha ozgina dori beriladi. Tug'ilgan bola ham hech qanaqa farq qilmaydi. Hattoki kesarcha kesishiga ham ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi eko tufayli yuzaga kelgan homiladorlik. Lekin ko'pchilik buni tushunmaydi. Bitta narsani bemorlarimizga aytgan bo'lardim. Homiladorlik tabiiy bo'ladimi, eko tufayli bo'ladimi? Alloh istagani uchun yuzaga keladi.